Faysal va hujumkor futbol namoyish etyapmiz. Markazda ustunligimiz yaqqol ko'zga tashlanib turibdi. Sodiqov katta hajmdagi ishni bajarishyapti. Futbolchilarimiz bir-birlariga xalaqit qilmasliklari kerak va Aliyevga nisbatan o'yin qoidasi buzildi. Kim Yu-yong Janubiy koreyalik hakam sariq kartochka ko'rsatmoqda. birinchi ogohlantirish. 4-raqamdagi Obayed Omran. Al-Sharja jamoasi futbolchisimi? Ha, to'g'ri qo'yibdi oyog'ini. Mana qarang. Oppa, bosib ham olibdi hattoki. Ko'rsatma bo'lgan shekilli Aliyevga alohida e'tibor qaratish masalasida. Yaxshi, ayol hakam ulguryapti hozir vaziyatlarga. FIFA OFK darajasida ayollar futboli rivojlantirilyapti. Xo'p, nima qilamiz hozir? Uzatmamikin yo zarbamikin? Sal uzoqlik qilsa kerak yo teparmikan rostdan? Demak, jonli devor qayerda turish kerakligini hakam ko'rsatyapti. 4 kishidan iborat Hasanov ham bu yerga yaqinlashib keldi. Mana shu jonli devorga qo'shildi. Va to'pning yonida Sodiqov hamda Bahodirxonov. O'tgan safar Bahodirxonov tepgan edi. Buni ko'ramiz. Uzoqqa qarab ketyapti, tepmoqchi rostdan. Jamoamiz Sardor. Aliyev. Aliyev! 4-gol va eng chiroylisi balki. Dahshat. Dahshat. Ikkita futbolchi tayyorladi to'pni. Orqada sekingina keldi. Uy vazifasi. Qoyilbek. Bu tayyorlangan uy vazifasi. 4-gol. O'zi Aliyevni o'zini yiqitishdi. Yarashaveradi bu yoq. Qarang, mana bu pushkani. Dahshat. Darvoza ustiga ham tegdi. Trayektoriyasi ham bir g'alati, tepaga chiqib pastga tushib chaproqqa ketdi to'p. Hech kimga tegmadi menimcha, yo tegdimi? Yo'q, tegmabdi. Ustunga ham tegmagan. Shundoqqina burchakka borib tushgan. 1-0 chiroyli gol. Aliyev o'zining 4-golini uryapti. Har bitta uchrashuvda bittadan gol deb aytib o'tgan edi. 14